Assalomu alaykum hammaga. Kommentariyalarni o'qib chiqdim. Ko'pchiligi alias qizuv bo'lib qopti. Double jump deyiladi, короче. Qisqa qilib aytgan sayajin sakrash. Shu narsani o'rgatib qo'yamiz bilmaydiganlar uchun. O'sha qanaqa yoziladi, qanaqa yozsam to'g'ri bo'ladi, men yozganman o'xshamayapti degan direct SMS'lar kelyapti. O'sha narsaga sizlarga yashingiz keltirib o'rgatib qo'yamiz. Alias yozamiz, plus yozib turib kitob bilan boshlaymiz. Xuddi shunaqa yozasizlar. Xuddi shunaqa yozib, keyin ikkinchisi bor, buni minus qilib yozasizlar. Alias minus. Xuddi shu narsani minus qilib turib yoziladi. Mana. Bu endi komandni qaysi knopkaga qo'ymoqchisiz? Men masalan space ga qo'yib olaman. Sakrashni mana. Mana, o'zi o'xshadi mana. Sakrashni bosib tursanglar, o'zi o'tirib olsa o'xshagan bo'ladi o'zi. O'sha narsa agar kimdir qidirib yurgan bo'lsa, yo kimgadir kerak bo'lsa, yaqin o'rtog'inglar shularga ham jo'natib qo'yinglar. Like bosib, yo'q, poddesh